Assalomu alaykum qadrli hamyurtlar. Mana bugun 16 tali ishtimizni yig'ib tugatdik. Uylar montajini qilib, Euro montaj degani mana shu bo'ladi. Mana bu yerda переключатель qilganmiz. Hammomdan kirganda yoqiladi. Spalniga kirganda o'chiriladi. Spalnidan yoqiladi. Hammomda o'chirsa bo'ladi. Mana alohida tochkalarni tashab, chiroyli qilib simlarni tarab montajlarni qilib berdik. Kimga shunaqa Euro montaj ishlari kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. 99lik 286 06 03